Odamlarga nima bo'ldi o'zi? Yo dunyo tubdan o'zgarib ketdimi? Hatto ko'rganiga ishonmay qoldi ko'zlarim, odamlar shu darajada vijdonsiz bo'lib ketdimi? Faqat o'z manfaati uchun hamma ishni qilishga tayyor nafsiga qul shaxsga aylanib bo'lgan. Pulim bor deb hamma narsani qilar, kibr otiga minib olganlar, o'zidan boyga paxta qo'yishar, oddiy insonni pastga urishar. Bunday ikkiyuzli insonlar qanday qilib yashar jamiyatda? Nahot shuncha odam siqqan dunyoga, nahot endi men sig'olmayman. Balkida vijdonsizlar yashayotgan dunyoda men yashashni xohlamayman. Men bu she'rni yozdim vijdonsizlarga, kibr otiga mingan nafsga qul insonlarga. Dunyo meniga deb yurganlarga, o'lmayman deb o'ylaganlarga shuni eslatishni xohladim. Bir kun hamma o'ladi, bu dunyo hammada qoladi. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'q